Yaqinda Navoiy shahrida bolalar o'rtasida Qizilqum san'at g'unchalari festivali yakuniga yetdi. Festivaldan hamkasbimiz Faxriddin Samadov ajoyib reportaj tayyorlab kelganlar. Keling birgalikda tomosha qilsak. Qizilqum san'at g'unchalari tanlovining yana bir muhim jihati shundaki, bu yerda nafaqat iste'dodli bolalar saralanadi va rag'batlantiriladi, balki aynan ular uchun ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, poytaxtimiz Toshkentdan kelgan sohaning yetuk mutaxassislari mahorat darslarini ham olib boradi va shu bilan birgalikda aynan viloyatda faoliyat olib borayotgan badiiy rahbarlar bilan suhbatlar olib borilib, ularga kerakli ma'lumotlar ham beriladi. Albatta bunday mahorat darslarini tashkil qilinishi san'atga kirib kelayotgan bolajonlarimiz uchun juda ham muhim deb o'ylaymiz. Hikmat aka, mana bir necha kun davomida Qizilqum san'at g'unchalari ko'rik tanlovini birgalikda ko'rib kuzatib boryapmiz. Xursand bo'lgan jihatim, Navoiyda bolalar san'atini ommaviy rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratiladi. Yana bir muhim jihat shundaki, bolalar ansambllari bilan ishlash juda muhim. Mana xor jamoalarini ko'rdik, ansambullarni ko'rdik, orkestrlarni ko'rdik. Xo'sh, sohaning yetuk mutaxassis sifatida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Ansambullar, orkestrlar, xor jamoalarini ko'rib quvondim. Quvonarli shuki, respublikada bu janrlarda juda ham havaskorlar ichida juda ham deyarli yo'q. Bu yerda bor va o'ylaymanki bu jamoalar kelajakda yaxshi haligi mutaxassislar bo'ladi. Chunki kim ansambl, orkestrni, xorni tushunadi, kuylaydi, uni diapazoni keng bo'ladi. Kitob o'qishlari, bugungi talabga javob berishi keng bo'ladi deb o'ylayman va jamoalarga omadlar tilayman. Viloyat Uchquduq shahri, Uchquduq madaniyat saroyidan o'zimizni jamoamiz bilan tashrif buyurganmiz. Bu yerda demak xalq raqsi yo'nalishi, milliy raqs yo'nalishi, estrada raqsi yo'nalishi bo'yicha xonandalik, zarbli cholg'ular yo'nalishida o'zimiz jamoalarimiz olib kelganmiz. Men o'ylayman, mana shunaqa tanlovlar, mana shunaqa konkurslar yoshlarimizni san'atga bo'lgan haligi qiziqishlarini yana ham oshiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Новоинская область всегда прославлялась, здесь всегда очень дети сильные, здесь педагоги хорошие, педагоги любят очень детей, они занимаются с ними. И это все было видно, когда они выходили на сцену. Разнообразие в репертуаре, разнообразные танцы, исполнение, как они вертятся, технически подготовлены. Это все радует. Мы довольны, довольны тем, что будущее в надежных руках. Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyida o'tayotgan Qizilqum san'at g'unchalari ko'rik tanlovi davom etyapti. Ular orasida esa yangi iste'dodlar kashf qilinyapti. Keyingi dasturlarimizda g'oliblar haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Faxriddin Samadov, Ravshan Tolipov, Assalomu O'zbekiston ko'rsatuvi uchun maxsus tayyorladik. Faxriddin Samadov va Ravshan Tolipovlarga o'zimizni minnatdorligimizni izhor etamiz. Juda ham chiroyli tanlov Qizilqum g'unchalari. Ajoyib.